Muzaffar aka, so'rashga savolim bor edi, lekin savol berishga uyalyapman. Hop, qani. Shu oxirgi kunlarda eng ko'p sotilayotgan panellar qaysi aka? Ko'rsating bitta. 3tasini ko'rsaman, lekin 3-inchisi 2026-yilda trend bo'ladigan rang. Birinchisi mana Essence kolleksiyasida Rustic Brown, jonli kashtanovый fakturada, mana qo'l bilan teginsa ham qo'l his qiladi. Naturalniy imitatsiya bor, mana. Taxtaga o'xshaydi, nastoy. Endi bunga ko'pchilik aksent qilib mana bu fakturani oladi. Voy. Bu ham Essence kolleksiyasi. Buni oti nima aka endi? Mocha oat. Boshqacha ishlanadi, lekin mana более такой яркий rangda, xuddi bu kashtanovый bilan aksent qilib ishlatsa bo'ladi. Endi 2026-yilda trend bo'layotgan rang bu Pantone e'loni bo'yicha oq rang. Hozir bu yerda Aboy fakturasida chiqqan qanaqadir materiallar shenasini beradi. Kompyuter yo'g'i material yopishtirib qo'yiladi. Lekin zato bu narsani koridorga, umumiy joyda ishlatsa bo'ladi. Aboy o'rnida ham ishlatsam bo'ladimi buni? Bemalol ishlatsa bo'ladi. Agarda shunaqangi foydali maslahatlar sizlarga qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yib, bu yog'iga faqat eng qiziqarli Instagram beradi. Dekapolga ko'rsin.